Bel sohasi regio lumbalis. Topografik jihatdan bugun o'rganamiz ushbu sohani. Xo'sh, bel sohasi. Bel sohasini qaysi chegarada hosil bo'lishini bilib olishimiz muhim eng avvalo. Yuqoridan 12-ko'krak umurtqasi. Mana ushbu soha, ya'ni regio lumbalis. Regio sacralisdan yuqori sohada joylashgan. Yokida mana bunday ko'rinadi. Aynan inson tanasiga nisbatan. Xo'p, yuqoridan 12-ko'krak umurtqasini protsessus spinozusi biz uchun tashqi mo'ljal bo'ladi va gorizontal liniya o'tkazsak ushbu protsessus spinozusdan 12-ko'krak umurtqasini ba'zan 11 ham deyiladi. Umuman olganda xato bo'lmaydi. 11, 12-ko'krak umurtqasini protsessus spinozusidan o'tkazilgan gorizontal chiziq bizga yuqoriga chegarasi bo'ladi bel sohasini. Pastdan bo'lsa bizda chanoq suyagini aynan 3 ta qismga bo'lgandik. Yonbosh qismi, ya'ni yonbosh suyagini os iliumni krista iliakasi. Krista iliakasidan o'zaro tutashtiruvchi chiziq yoki o'tkazilgan chiziq bizga pastki chegarani belgilab beradi. Yondan Lesgaf chizig'i, ya'ni liniya axillaris mediani davomi hisoblangan Lesgaf liniya bel sohasini bizga hosil qiladi. Ushbu soha. Xo'sh, biz bel sohasini bo'lamiz yana medial hamda lateral sohaga va shu ya'ni muskullari ham medial va lateralga bo'linadi va medial va lateral sohachaga bo'lib olishimiz mumkin bel sohasini. Ya'ni mana ushbu chiziq mana markazda medial soha, medial guruh mushaklari joylashgan, lateral sohasida bo'lsa lateral guruh mushaklari joylashgan. Xo'sh, bu muskullar medial va lateral guruh muskullari ba'zi joylarda belni ochiq qolib ketadi. Ya'ni faqat fasciyadan iborat bo'lgan zona hosil bo'lib qoladi, muskul bilan qoplanmagan. Mana shu sohalarda bizda topografik jihatdan muhim bo'lgan burchaklar hosil bo'ladi, ya'ni muskul bilan qoplanmagan, faqat fasciyasi bor. Bu soha zaif nuqta. Nima uchun zaif deydigan bo'lsak, chunki bu yerda turli xil patologiyalarda, yallig'lanishda yokida buyrak kasalliklarida, siydik yo'li kasalligida bo'ladimi, infeksion, noinfeksion kasalliklarda yoki o'smada mana shu operatsion kirishda muhim bo'ladi. Yiring to'planishi mumkin ushbu zaif nuqtalarda, churra chiqib qolishi mumkin. Ushbu zaif nuqtalarni ham hozir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, eng avvalo bu zaif nuqtani bilishdan oldin biz muskullar haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bel sohasida. Bel sohasi muskullari medialni o'rganamiz eng avvalo. Xo'sh, ya'ni mana bu markazda turuvchi medial guruh muskullarini nisbatan. Xo'sh, medial guruh muskullarining birinchisi ushbu ko'rib turgan muskulimiz musculus erector spinae, ya'ni gavdani rostlovchi muskul. Aynan eng birinchi mana shu turadi. Gavdan rostlovchi muskul medial guruh muskullarining birinchisi hisoblanadi. Keyingi muskulimiz bu musculus quadratus lumborum, ya'ni belni kvadratsimon mushagi medial guruhlaridan. E'tibor bersak, mana medial turibdi. Xo'sh. Keyingisi bo'lsa bu psoas major et minor muskullar. Mana ushbu katta bel mushagi psoas major va psoas minor. Demak, belni medial guruh mushaklariga 4 ta muskul kirar ekan. Musculus erector spinae, musculus quadratus lumborum, musculus psoas major et musculus psoas minor kiradi. Xo'sh, endi lateralga o'tishdan oldin yana bir esda qolish uchun mana medial turibdi. Rasmlarga e'tibor beramiz. Mana medial chekkaga chiqib ketmagan, ya'ni umurtqaga nisbatan medial. Mana shu 4 ta muskul. Xo'sh, endi lateral guruh muskullar. Lateral guruh muskullar ham bizda eng birinchisi serbar mushak. Musculus latissimus dorsi, mana umurtqaga nisbatan lateral joylashgan serbar mushagi orqani. Demak, birinchi muskuli musculus latissimus dorsi ekan. Keyingisi musculus serratus posterius inferius, ya'ni orqani pastki tismo muskuli. Ya'ni musculus serratus posterior inferior. Buni superior ham bor, tepada mana. Shuni sherigi hisoblangan posterior inferior lateral guruh mushak hisoblanadi. Hamda
lateral guruh muskullariga qo'rinni muskullari ham kiritilgan. Bizga tanish bo'lgan musculus obliquus internus, externus, transversus abdominislar ham bel sohasida davom etadi. Ya'ni mana shu belni lateral qismiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham lateral guruh muskullariga kiritilgan bu muskullar. Xo'sh, umumlashtiramiz. Belni medial guruh muskullari, ya'ni umurtqaga nisbatan medial joylashgan medial soha muskullariga 4 ta muskul kirar ekan. Musculus erector spinae, musculus quadratus lumborum, musculus psoas major et minorlar. Xo'sh, lateral guruh muskullari bo'lsa, bizda musculus latissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior hamda musculus obliquus internus, externus et transversus abdominislar ekan. Xo'sh, endi zaif nuqtaga o'tamiz. Ya'ni odam xirurgik topografik anatomiyasida muhim bo'lgan uchburchaklar. Eng birinchi uchburchak trigonum petiti yokida trigonum lumbali nomi bilan ataladi. Bu trigonum petitini qanday topib olamiz bel sohasida? Aynan mana shu uchburchakcha. Xo'sh, umurtqaga nisbatan latissimus dorsi bilamiz, lateral guruh mushagiga kiradi, lekin baribir ham umurtqaga yaqin. Shuning uchun ham bel sohasiga yaqin umurtqaga nisbatan masumman. Demak, petiti uchburchak bizda hosil bo'ladi. Musculus latissimus dorsini tashqi qirg'og'i, musculus obliquus externusni ham tashqi qirg'og'i hamda asosi, ya'ni pastdan crista iliaca tubida, mana bu tub sohasida yotadi musculus obliquus internus abdominisni aponevrozi. Xo'sh, bizda petiti uchburchagi yiring to'planishi mumkin bu sohada. O'sma churra bo'lsa, operatsion kirishda muhim hisoblanar ekan anatomik tuzilmadan. Xo'sh, takrorlash muhim. Medial tomondan deb olsak bo'ladi. Medialdan musculus latissimus dorsining tashqi cheti, lateraldan musculus obliquus externusning tashqi qirg'og'i, asosi crista iliaca tubida yotadi, ya'ni ichki tarafida mana bu to'ldirib turadi obliquus internusning aponevrozi. Juft bo'ladi bu burchak petiti. Yana zaif nuqtalarimizdan biri bu bochdalek uchburchagi, ya'ni trigonum lumbocastali. Trigonum lumbocastal mana bu uchburchak. Bu churra bo'lishi mumkin mana shu sohada. Juda ham agar kuchli bosim bo'lib ketsa. Bochdalek uchburchagi deyiladi. Lumbocastal trigonum ko'rib turganimiz. Xo'sh. Keyingi uchburchagimiz bu rombga o'xshaydi. Ya'ni Leskav-Grünfeld uchburchagi deyiladi, lekin rombsimon shaklga ega. Oson tasavvur hosil qilish uchun bu rasmni tanladim. Mana shu rombga o'xshaydi. Chunki yuqoriga medial tomoni bor, yuqoriga lateral, pastki medial, pastki lateral asosi bor. Leskav-Grünfeld uchburchagi. Xo'sh, aynan mana shu sohada rombsimon shaklda bo'ladi. Xo'sh, bu yerda muskullar chatishib joylashgani uchun mana shu rombni eslab qolishimiz osonroq mnemonik tarzda. Asosi, ya'ni tubida ichki tarafdan bu rombchani bo'ladi. Leskav-Grünfeld uchburchagini musculus transversus abdominisni aponevrozi. Xo'p, yuqoriga medial tomondan bo'ladi musculus serratus posterius inferius. Yuqoriga lateral tomondan 12-qovurg'a. Pastki medial tomondan joylashadi musculus erector spinae qirg'og'i. Pastki lateraldan bo'lsa musculus obliquus internus abdominisni tashqi qirg'og'i joylashadi va bu mana shu rombchani ustidan bizda qoplab turadi musculus latissimus dorsi. Mana bu latissimus dorsi qoplab turadi mana bu rombchamizni.
tubida bo'lsa, musculus transversus abdominisdan upper nevrozi bo'ladi. Aynan mana shu zaif nuqtalar edi bel sohasida. E'tiboringiz uchun rahmat.